Xayrli kun barchangizga aziz obunachilar. O'zbekiston, O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston. Qaranglar, manzara. Maşallah. Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kutlaymiz. Hayırlı. Здравствуйте. Турист? Да. Давай. Узбекистан. Здравствуйте. На ту сторону? Да. Как жизнь-то? Нормально, потихоньку. Сколько стоит эта вот тема? А? Недорого? Чего? Это оплачу, да? Чего? Платный, да, это? Ты что хочешь-то? Я вот видео снимаю, вот скачать вот. Покататься? Да. Это туда вот иди, вот тут вагончик. Сейчас приду, с ними будешь разговаривать. Угу, ладно. Они такой, у них услуга такая есть. Угу. Понял? Да, понял. Прям Спасибо. садись туда на лаву. Угу. Aziz do'stlar, xohlasa hozir kelsa, kassir tushga harakat qilib ko'ramiz, qimmat bo'lmasa. Mana aziz obunachilar, qayiqlari turibdi. Rosa ko'p. Shuni qaranglar. Mana qaranglar, bu yoqlarda ham. Men bir Sirdaryo viloyati Sardoba tumani To'rin sahhozida yashovchi Javlonbek Olimovich mana shu yerlarga keladi deb kim o'ylabdi? Allohning qudratini qaranglar. Yoshligimda orzu qilardim. Oyijonimga aytardim, oyijon biz ham Toshkentga chiqamizmikan, Toshkentga parkka boramizmikan, Toshkentda shaharni ko'ramizmikan derdim. Allohga oson ekan. Pashta dunyoni yarmini ko'rsatib boryapti. Allohga hamd bo'lsin. Hammanglarga kattakon rahmat, duo qilib turinglar azizlar. Mana shunaqa qayiqlarda uchish hamma ham nasib qilsin. Shu yerda sayohat qilish. Mana azizlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, kamina Javlonbek Olimovich xursand. Obunachilar. Mana. Hurmatli obunachilar, mana Mersenab rakamiz juda qattiq sezib bilan ketayotgan joyda to'xtadi. Maşallah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi. Qayerdan bu? Qirg'izistondan. Qirg'iziston qayerda? Chuydan. Chuydan? Gap yo'q. Qirg'iziston olg'a, O'rta Osiyo. Olg'a. Qayerqasiz? Men O'zbekiston Velik. O'zbekistondanmi? Ya. Mashallah, yaxshi. Suv. Har muhtar. Allah razı olsun akam, siz teşekkür ettim. Mana. Qanaqa savol? Bir sumka qo'yamiz sumka. Kartangiz bormi? Bor qo'y. Karta, ha? Ya, bor. Allah razı olsun akamizdan. Как зовут тебя, брат? Как зовут тебя, брат? Dastan. Dastan, меня зовут Javlonbek. Javlonbek. Да. Вот. Qirg'iziston olg'a! Qirg'izistonliklarga ayting, deng, olg'a deng. Assalomu alaykum jigitlar. Salom beringlar. Hurmatli mana qaranglar. Uylarda ixchamgina ko'p qurib. O'rmonning tagi. Chiroyli bunaqa. Selli yog'och. Mana bu hozir Moskva yo'ldan kelyapmiz sekin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bir akamiz to'xtab kutib
yaxshi turibdi ekan. Mashalloh. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Video olyapman, qarshilik qilmaysiz aka. Salomat yaxshimi? Rahmat. Yaxshimisiz? Kayfiyat yaxshimi? Juda yaxshimi? Qayerdansiz aka? Andijondan Sharxon. Sharxondanmisiz aka? Siz qayerdan? Sirdaryo viloyati Sardoba tumani. Qachon yo'lga chiqdingiz? Bugun 10-kun. Voy, молодец. Peterdan Prema xudo xolasa O'zbekistonga. Hozir O'zbekistonga ketyapsizmi? Moskvaga boraman. Moskvada 1-2 kun bo'lib keyin O'zbekistonga. Assalomu alaykum. Charchamasizmi aka? Salomat yaxshimi? Tuzimsiz? Siz ham Sharxondan xudo xolasa. Jizzax qayerdansiz? O'z Sardobadanmi? Sirdaryo viloyati aka. Charchamayapsizlarmi? Salomatlik yaxshimi? Ismingiz nima aka? Bunyod aka. Akamning ismidan ekan. Javlon ismi aka. Instagram bormi? Sizdachi? Bormi? Fantasiyasiz. Bilmayapsizmi? Bo'ladi, Allohga shukr. Yaxshi hammasi mana ketyapti sekin-sekin. Muhim harakatda to'xtaganimiz aka. Jizzax do'sti. Andijon, Sharxon. Sharxon yondirib yubordi aka, ko'rgan bo'lsangiz postni. Ko'rganman. Ishqa mana Moskvaga qarab ketyapsan. Kamina Javlonbek Xolimovich. Harakat to'xtatmadim. Yetib kelgan joyimni ko'rsatib ketdim sizlarga mana. Qaranglar shaharda. Mashalloh. Bularning barchasi sizlarning duolaring sabab bunchalik kuch chiqib to'g'rimi? Solishni ko'rishga yetib keldim. Solishni ko'rishni. Bunga ozmuncha mehnat bo'lmadi bugun. Solishni ko'rishni shaharga hozir kiramiz. Solishni ko'rishni shaharga. Azizlar, mehnat ko'rib turgan bo'lsalaring, like, kommentariy yozib aqllar ulashib qo'yinglar, iltimos. Aktivni sal ko'taraylik. Hammaga oldindan kattakon rahmat. Xayrli kech. Alhamdulillah. Inshaalloh hozir shaharga kirib gastinisaga joylashaman va oxirgi videomni gastinisaga joylashayotganimni qo'yaman sizlar. Uddaladik. Nasrina zo'r. Xayrli kech aziz obunachilar. Mana bugun Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 10-kuni. Solchino'gorskga keldik mana. Azizlar, sentri mana. Mana ishlab ketyapti. Kamina Javlonbek Xolimovich. Mana aziz obunachilar. 1941-1945-yil qilib yozib. Mana azizlar. Solnichniy Nogorskiy. Mana. Я уже до пешеходного перехода дошел. Это вписывать не могу. Ну, значит, это будет убирать. Aziz obunachilar, yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozib qo'yamiz, yaqinlarga ulashib qo'yamiz. Men hozir sentrdaman. Va bu tomonda ham qaranglar. Icha paradka gullar bilan askarlar. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum salom. Ya, salom bratam dedi. Jonim sog' bo'l. Mana orqa tomonidagi do'stga. Mana azizlar, obunachilarim orasida diqqat e'tibor bilan ko'zdan kechirib qaraydiganlar bor ekan, o'shaning uchun sekinlashtirib ko'rsatyapman azizlar. Ikkinchisi. Bot mana bor ekan. Rahmatov, gap yo'q. Mana sizlar. Sizlarga yoqqan bo'lsa, Kamina Javlonbek xursand. Qo'chaman Muratan. Va xolasa
Aziz do'stlar, yo'lda davom etamiz. Gostinitsaga yetib olishimiz kerak. Duo qilib turinglar. Bugun gostinitsa nasib qilsin. Hammaga kattakon rahmat. Xayrli kech. Ana, obulyasi bilan ko'rishdim.